Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Xudo xolasa sizlar bilan jizzali non qilamiz. Mana bu bir kungi so'ygan qo'yimizni charbi chalxak, ichki yog'lari. Bundan bugun o'ta go'zal qilib jizzali non qilamiz. Qani, ketdik. Mana biz maydalayapmiz. Qadimda qassob akalar buni yaxshi bilishadi, yaxshi tushunishadi. Moldan, qo'ydan ichidan chiqqan yog'larni mana shunday qilib, chiroyli qilib tuzlab o'rab qo'yilardi. Hozir bu odat menimcha yo'q bo'lib ketgan. Ketdik, davom etamiz. Hozir buni jizzasini chiqaramiz endi. Mana qo'y yog'imizdan jizza tayyorlash jarayonini ko'rsatib o'tamiz, do'stlar. Skоворodkamizga e'tibor bermaysizlar. O'ta eski. Mana hozir o'sha jizzali nonni boshladik. Jizzalarni mayda qilib chopib, piyozlarni aralashtirdik. Hozir mana ko'ramiz qani. Mana do'stlar, YouTube'dagi eng tushunarsiz videolardan biri bo'lyapti. Xudo xolasa mana ma'da tayyor bo'lgani o'sha solib qo'ydik. Rahmatulloh, xamirni ko'ptirib, xudo xolasa nima qilasiz mana uka, mana. Ko'ptirish kerak bo'ladi xamirni. Jizzali nonlar pishyapti.